Assalomu alaykum Xorazm Moto obunachilari. Bugun sizlarga obzorimizda ajoyib sportivniy vida ega bo'lgan skuterlarimizdan birini ko'rsatib o'taman. Skuterimizning nomi Samurai Sport. 200 lik motor, 100 km yurib beradi, 200 kggacha vazn kuchaysa bo'ladi, yuklasa, minsa. Ikkinchi skuterimiz Aima Lexus Sport degan versiyasi bo'ladi ekan. Bu ham 2000 lik motor, 6 akkumulyator, 100 km yuradi, 150 kg ko'taradi. Bu skuterlarimiz sotildi. Ushbu olib rasikalarimizni berdik, o'zlari tanlab, o'zlarini yoqqanini oldilar. Xohlasam hozir qisqacha obzor etib o'tamiz. Sizlarga shuning uchun ko'rsatib turibman, elde orqa tarafından, arka tarafdan derski. Birisi Cobalt desek bo'ladi, ikkinchisini Gentra desek bo'ladi. Qora Gentra, Lucla Gentra desek bo'ladi mana. Xarakteristikalar ham Cobalt bilan Gentra taqqaslasak bo'ladi. Gentra'ni parlar dedin, gözlerin çarak gidiyor Ankara. Çaraklar turttu, çaraklar. İşte Gentra. Bu Amerikanka koyulgan variantıdan bu. Bu haqiqiy Cobalt. Sen aldın axir. Aa, alasan. Nöşe iyiminden bunu terledin, başkasını terlemedin. Mesela bu qimmatroq, bir arzarak variantları var idi, herkesi var idi. Qimmatroq variantda katta skuterlarning 3 xil turi bor edi. Bundan boshqa nöşe aynan buni terledin. Endi yerine göre yaxshi qimmat o zaman arzon. Ama yakın yolda sportivniy görünüşü do'maman görünadi, yani uyli görünadi. Hem tezlik oldu, hem sifat oldu. Sifat ham yaxshi, videolar ham yaxshi. Aytganda razgoni zo'r. Ajoyib. Kim? Bu ukamiz erken terledi, Aymani. Sen de şu iminden bunu terledin. Da, bu moda stil üzere az şart emas. Bu kilometre bağlı üzere. Nitelim yürüyeceğiz, nitelim yaxshi. Birinchi o'rinda komfort. Ko'proq yurish kerak. Evet. Avval skuter haydayapmiz, ya birinchi skutering mi bu? Birinchi. O'zing shaxsiy birinchi skutering. Seniki ne? Birinchi. Taassurotlarchi skuter hakkında? Taassurotlar zo'r, yumshoq, Italyandan. Muammo og'ir emas. Ben o'zim bu ikki skuterni haydab ko'rdim. Birinchi skuterni razgoni zo'r, tormoz tutishlari zo'r, lekin sal jostkiroq. Haqiqiy Gentra deydi, sal jostkiroq. Videolarda dersi, ikkinchisini haydab ko'rdim, bu yumshoq, komfortli, razgon olsa ham plavniy. Balki o'xshab siltalab reskamida spokойно oladi. Dim bir og'ir bosib haydaydigan odamlar uchun yaxshi, bosib haydaydiganlar uchun bu yaxshi. Buni tormoz tutish ham bunga qaraganda sal jostkiroq, sal sportivniyroq. Ikkisini birga haydab ko'rdim. ABS ciddi tormozlu. İkisini ham tormoz tutishlari zo'r. Ustoz, fikringiz chiqdi, yaxshilab. Men fikrimni aytsam, şu bularni nima deyman, şu qo'llab-quvvatlab turgan akalarni doğru emas, biraz siyat olmasa gelsinler. Geçeler eli üzerine bir de tankı tuttu, tank beremiz ekesi geçeler eli. El coralarına mal çelerle yine. Olasa başlamışlar. Esas ikincim tebriklim öykü. Rahmatim. Şimdi bularni bir haydab ko'ramiz. Aşağı kadar basın da. Şimdi bu ana kadar basın.